Assalomu alaykum. Fikol Agrofarm obunachilari. Bugun sizlar bilan bir qator quyon fermamizni obzor qilamiz. Bunda erkak quyonimiz bor, 6 oylik samez. Bu tarafda ikkita samez, bu ham samezlar. 5 ta samez bor. Mana bu bo'g'oz quyonimiz, xudo xolisa 28-yilga to'qib qoladi. Mana bu yerda ham samkalar bor. Bittasi o'tib ketibdi bu yoqqa. Bu yoqqa tashlab qo'yamiz. 2 oylikdan oshgan samkalar. Bu yerda 9 ta samka bor, 3 ta, yana 3 ta, 9 ta samka. Bu quyon bilan buni quyonni bolalari va mana bu quyonni bolalari. Quyonimiz xudo xolisa bo'g'oz. Bugun tug'ish kerak inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin, shu yunglarni yurib joy tayyorlagan ichkariga. Yetuv bo'g'oz. Bu quyonimiz ham bo'g'oz, xudo xolisa ertalarga buniki 1 oy bo'ladi. Xudo xolisa tug'ilgandan keyin yana bitta sizlarga video obzor qilib beraman. Bizani kuzatishda davom etinglar, like va podpiska esdan chiqmasin.